maqom masalasida mana san'atkorlar muhtaram prezidentimiz aytdilar. Men juda orzu qilaman. Shu chet eldan kelgan mehmonlar, sayyohlar, kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha qayerga kirsa, sekingina, mayin ovozda maqom ohanglari taralib tursa. Ular taniydi maqomni. Endi bizni tanib, bizni xalqimizni shunaqa katta bir imkoniyatga ega ekanligini, shunaqa boyligi borligini ular ko'rib, o'rganib boradi dedilar. Va yana boshqa jihatlarni aytdilarki, mana masalan 21 ta o'sha markaz tuzish. Markaz masalasi. Ana shu markazni har bittasida belgilangan o'zini vazifasi bor. Milliy ruh bor. Milliy g'oyani dunyolarga berish bor. O'sib kelayotgan avlodni qalbini vatanga muhabbat, vatanparvarlik, joni bilan sevish, Jaloliddin sevgisi bilan sevish, ana shunday boshqa muhabbatli insonlar bilan sevish masalasi turibdi-da. Vatan 10 ta bo'lmaydi, vatan bitta bo'ladi. Vatan beriladi Xudodan. Biz uni asrashimiz kerak. Agar uni asra olmasak, buni hech kim kechirmaydi ertaga. Qaysi millat saqlanib qoladi? Qaysi til saqlanib qoladi? Ana shu o'zini qalbini, o'zini millatini, dinini, iymonini, hamma narsasini asragan millatgina asrab qoladi.